Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar, omonmisizlar, bormisizlar? Mana reklama xizmatlarini ham boshlab oldik, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, sizlar uchun chiroyli qo'chqarlarni obzor qilib chiqaramiz hozir. Qirg'izistondan olib kelingan yosh qo'chqarchalarimiz. Mana obunachilarimiz qo'chqarlarimizni ko'ryapsizlarmi? Jullari ham chiroyli qilib olingan. Mana yeb ichishlarini ko'ryapsizlarmi? Ishlarini. Qora qo'chqarlarimiz akamiz Qirg'iziston yopiq degan joylardan mana akamiz o'zi olib kelib yuribgan. Bir nimaga sotaylik dedi. O'zimiznikilarga, andijonliklarga, vodiylarga, butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlari bilan gaplashilaveradi deyapti. Bu qo'chqarlarimiz hali yoshiga to'lmagan 5 oylik qo'chqarlarimiz. Obunachilar Qirg'izistonda adirlarda yurgan qo'chqarlar. Shunday junlari bilan kelgan ekan. Shunday junlarni o'zlari chiroyli qilib olib, yeltirtirib baqayapti ekan. Hech unaqa yemlangan ham emas bu. Quruq o'tda, adirlikda yurgan qo'ylarimiz. Qaranglar, sifatiga baho berib qo'yasizlar. Hozirgina baqilib tushgani uchun iloji bo'lsa salqinga qochaylik deb salqinda yurishib qo'ylar mana. Qonni ham to'q. Ma, kel. Ma. Mana. Ko'rasizlar, shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalar, xudo xolasa chiroyli narxlarda sizlarga tushib beradi. Bu yerda necha bosh? 1 2 3 11 ta. 11 bosh ekan. Xudo xolasa aka siz kanalingiz orqali sotilib ketsa yana ko'pini olib kelamiz deyapti. Yana qilib beraveramiz deyapti. Qo'chqor bo'lsa qo'chqor, sog'liq bo'lsa sog'liq. Mana ko'rasizlar. Salqinga qochyapti bular. Ya narada ham pichan o'tmadilar, u yoqqa ketib qo'ygan. Quloqlarda plombalarigacha mana. 5 oylik qo'chqarlarimiz. Kimga yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelishilgan holda xarid qila olasizlar. Manzilimizni ham bir qator eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Kallelin qishlog'idamiz. Hozir turgan manzilimiz 11-maktabda ro'parasida to'yxona bor. To'yxonadan shunday chiqib kelasizlar, chap qo'lga burilib telefon qilsanglar, lokatsiyasini ham menga aytsanglar, tashlab beraveraman. Telegram kanalimizga ham hozir qo'yamiz videoda. Lokatsiyasini shunday urib, telefon nomerini qoldirib qo'ysam, bemalol o'zingizlar aloqaga chiqib, narxlarni kelishilgan holda olasizlar. Andijondan kelish tarafga Xo'jobodga burilmay 33-postdan razvorot qilib qaytasizlar 11-maktabda oldiga. Bu yerda o'ng qo'lga bursanglar kanal bor, kanalda o'tib chap qo'lga yurasizlar. Yana telefon qilsanglar bemalol manzillarni tushuntirib beradi. Qo'ldan kelgancha mana sizlar uchun obzor qilyapmiz. Chiroyli qo'chqarlarimiz mana reklama xizmatlari bo'lsa aytaverasizlar. Arzon narxlarda reklamalarni qilib beryapmiz akalarimiz uchun. Hech haligi kasallik joyi yo'q. Garantalari bilan bu qo'chqarlarimiz. Sharxonda oxirgi marta obzor qildik Qirg'izistonning qo'chqarlarini. Bu qo'chqarlarning sifatlari ham yaxshi, dumbali qo'chqarlar mana. 2 oy uzog'i pullarni temma-ten chiqarib olasizlar. Yemlavarchilar o'ta tez kaptarib, chiroyli ketadi. Hozir adirdan olib tushilgan qo'ylar dedi. Yem berilmagan qo'ylar bular. Mana. Xo'ronda qo'ylar deyiladi mana. Ko'rasizlar? Ishlari ham yaxshi. Ko'rasizlar. Sog'lik omonlikda ko'rishguncha obunachilar omon bo'linglar, bor bo'linglar. Nasib bo'lsa mana shu nomerlarga aloqaga chiqib kelishilaveradi. Obunachilar 3,5 million so'mdan kam bor ekan, tushib beramiz deyapti. Chiroyli narx aytibdi akamiz. 3,5 million so'mdan Qirg'izistonda qo'chqarlar ekan. Adirda yurgan qo'chqarlar mana. Yemlasanglar o'ta chiroyli bo'lib qoladi. Qo'rovda oldi mana. Qo'rovda oldidan olyapmiz. Esa yotib oluvdi ekan. Manzilimizni bir qator aytib o'tdik. Qo'ldan kelgancha obzor qildik. Omonlikda, sog'likda ko'rishguncha. Borlarga shukr obunachilar.